Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan tizimlashtirish o'zi nima, biznesni tizimlashgan holati qanaqa bo'ladi, biznesmen uchun nima uchun kerak tizim, umumiy holatda barchasini qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Kelinglar, avvalambor tizim nima degan savolga javob beramiz. Tizim bu biznes egasining ishtirokisiz barcha bo'limlarning ishlashi bu tizim deyiladi. Ya'ni siz yo'qsiz, uyingizdasiz, biznesingizda barcha bo'limlar ishlamoqda. Mana bu tizim. Ana endi tizimlashtirishning foydalari nima? Siz tizimlashtirganingizda sizning ishtirokingizsiz mijoz keladi, sotuv bo'ladi, ishlab chiqariladi, xizmat ko'rsatiladi, barcha jarayonlar ishlaydi va sof foydangiz oshadi. Biznesda $1000, $3000, $5000 yoki shu atrofda pul topish mumkin o'zingizning ishtirokingiz bilan. Qachonki tizimlashtirsangizgina o'shanda biznes kengayadi. Masalan, sizda bitta do'koningiz bor, do'konda erta-yu kech o'tirasiz yoki ishlab chiqarishingiz bor. Siz ishdan chiqib ketsangiz, ish to'xtab qoladi. Mijozlar keladida, siz yo'qsiz sotib olmaydi. Ishlab chiqarish bo'limi siz yo'qligingiz uchun ishlab chiqara olmaydi. Hamma narsa sizga bog'liq. Xizmat ko'rsatishda ham yoki pastavshiklar keladida, siz yo'qsiz ish to'xtab qoladi. Shunaqangi muammolarni barchasini tizim o'z ichiga oladi va bu muammolarni to'xtatadi. Ana endi tizimlashtirishni qadamma-qadam siz bilan ko'rib chiqamiz. Bitta misol qilib aytaman. Oldingi vaqtlarda ertalab ishga borar edim. Bir paytlar 4 ta biznesim bo'lar edi, bu 19-yil atrofida, 2019-yillarda. Ertalab birinchi biznesimga borar edimda, 3 soat birinchi biznesimda bo'lardim. Hammaga topshiriq berar edim. Sen ko'tarsan, tushirsan, olib borsan, olib ketib topshiriq berar edimda, aytar edim. Ertaga kelaman, vazifalarni bajarib qo'yinglar derdim. Keyin ikkinchi biznesimga borar edim. Ikkinchi biznesimda xuddi shunaqa kafem bo'lar edi. Hammaga o'z vaqt ishlarini buyurib tushuntirardim-da, ertaga kelaman derdim. Uchinchi biznesimga borardim, mini marketim bo'lar edi, supermarket. Unga borib tovar olib kelar edik, nazorat qilar edim, narxlarni qo'yishni olar edim, hammasini qilaman va 4-inchisiga o'tardim. Qarabsizki, kech bo'lar edi. Uyga borsam, farzandlarimga, ota-onamga, umr yo'ldoshimga ham vaqtim yetmas edi. Realni charchayman, uyga borib gurb tashab uxlaydigan darajada bo'lar edim. Ertasi kuni ishxonaga bormasam bir kun sotuv tushib ketadi, ishlab chiqarish tushib ketadi, realni ish to'xtab qoladi. Xodimlar bugun kelmadingiz-ku o'zingiz, topshiriq bermadingiz-ku deb o'tirar edi. Demak, menda tizim bo'lmagan, xodimlar hammasi o'z vazifalarini meni ishtirokimsiz bajarmas edi. Men o'zim har kuni borib ish buyurib, ertaga kelaman demasam ishlamas edi. Mana bu tizimsizlik natijasi. Buni oxirida menda bitta muammo bo'ldi. O'sha avtohalokatga uchrab qolganimdan keyin 6 oy bir joyda yotib qolganimdan keyin bizneslar qadamma-qadam bankrot bo'ldi. Chunki tizim yo'q. Ularga har kuni topshiriq berib turadigan odam yo'q. Men o'rgatib qo'yganman ularga har kuni topshiriq berishni. Hatto men bo'lmasam biron bir ish bo'lsa jahlim chiqaradi. Nimaga mendan so'ramading? Nimaga o'z boshimchalik qilding deb jahlim chiqaradi. O'shaning uchun tizimni qo'yganimdan keyin nima bo'ldi? Hozirgi paytda bemalol chet davlatlarga bora olaman. Bir hafta, 2 hafta bemalol sayohat qila olaman. Hatto mana shu telefon bo'ladigan bo'lsa, menga haftalab hech kim telefon qilmaydi. Umuman telefon qilmaydi, hech kim mendan so'ramaydi. Hammaning o'zining vazifasi bor, yozilgan sistema bor, o'zining vazifasini qiladi. Men aytmayman nimaga kelmading, nimaga qilmading demayman. Chunki sistema bor, oylik maoshlari boylangan. Endi qadamma-qadam sizlar bilan ko'rib chiqamiz, sizning biznesingizni tizimlashtirishni ko'rib chiqamiz. Demak, biznesda asosiy 6 ta ustun bor. Bu ustunlar har qanaqa davlatda bir xil. Ya'ni, birinchi ustun marketing, ikkinchi ustun sotuv, uchinchisi bu ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish, to'rtinchisi moliya, beshinchisi HR, oltinchisi IT. Endi bitta sizning biznesingizda birinchi bo'lib sistemaga soladigan narsa bu marketing ustuni. Marketing sizning biznesingizga mijoz oqimini olib kelish uchun yordam beradi. Siz o'zingizning ishtirokingizsiz bir o'sha marketing bo'limiga yoki SMM'ga bir javobgar insonga vazifa berasiz. Siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham biznesingizga mijoz kelish kerak. Mijoz ikki xil yo'l bilan keladi. Onlayn yoki offlayn. Ikkala tomondan har kuni mijoz kelsin. Bo'ldi. Siz bormisiz, yo'qmisiz, telefonni o'chirib qo'ydingizmi, mijoz kelsin. Bu birinchisi. Ikkinchi qadam, tizimlashtirish uchun ikkinchi qadam bu sotuv. Sotuv bo'limi biznesda sotish bilan shug'ullanadi. U sotish kerak,
biznesga pul keltiradigan biznesning yuragi bu sotuv bo'limi. Demak, sotuv bo'limi sizning ishtirokingiz bo'lmasa ham, uyda, ko'chada, dalada bo'lsangiz ham biznesingizda sotuv bo'lishi kerak. Sotuv bo'limi buni amalga oshiradi. Ana endi ikki xil sotuv bor, onlayn yoki offlayn. Bunda siz o'sha programmalar bor, CRM programmalari bor. Programmani qo'yganingizda har kuni ular o'zini o'zi nazorat qiladi, siz ham nazorat qila olasiz. Ya'ni qancha mijoz keldi, qancha sotuv bo'ldi, qancha pul tushdi, qancha mahsulot chiqib ketdi klientga, hammasini ko'rib o'tirasiz. Sizning ishtirokingizsiz sotuv bo'lishi kerak. Uchinchisi, ishlab chiqarish bo'limi. Bu yerda ko'pchilik bizneslar xuddi meni yoshligimdagi biznesimga o'xshab, o'zlari har kuni sexga boradi. Bormasa, mahsulotda barak ko'payib ketadi, mahsulotning sifati tushib ketadi va ishlab chiqarish kamayadi. Xuddi shu joyda standartga qo'yish lozim bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqarishdagi xodimlarni hammasini bo'lib qo'yamiz. Kimdir mahsulot olib kelishga javob bersin, kimdir uni yuvishga, buzishga, qurishga, kimdir upakovka qilishga, kimdir tayyor mahsulotning dastavkasiga. Bitta odamga hamma jarayonni o'rgatmaymiz. Bo'lib beramiz. Kimdir bunga 4-5 qismga bo'lamiz. Shunda bitta odam kela olmay qolgan taqdirda ham uni o'rniga boshqa odamni qo'yish mumkin bo'ladi. Agar siz hamma narsani o'rgatsangiz, javobgarlik bo'lmaydi. Biznesda qismga ajratamiz. Shunda bemalol siz boshqara olasiz ishlab chiqarish bo'limini. Shunda sizning ishtirokingiz bo'lmasa ham mahsulotlar chiqadi, xizmatlar amalga oshadi. Bu tizim haqida gap ketyapti. Ana endi keyingisi bu moliya. Juda ham ko'pchilik biznesmenlar kassada o'tirishadi. Ana desa, deydi, men deydi kassada o'tirmasam, pulni men o'zim nazorat qilmasam qanday bo'ladi deydi. Hurmatli do'stlar, siz kassir emassiz. Tasavvur qiling, mana bankka kirdingiz. Bankda hamma rahbariyat o'tiribdi, bu chekkada kassir o'tiribdi. Hamma hujjatlarni qilib bo'lganingizdan keyin kassirga borib yo pul berasiz yoki pulni olasiz. Kassir bilmaydi, qancha pul bor o'zi bankda, qancha pul foyda qilyapti bilmaydi. Uni vazifasi pul berish, pul olish. Hujjati bilan birgalikda. Demak, siz biznesmen sifatida kassada o'tirish emas, balki moliyani boshqarishingiz kerak. Bor pullarni 100 ming оборудованиеga, 50 ming ishlab chiqarishga, 20 ming siryoga, 5 ming oylikka deb turib, siz moliyani boshqarishingiz kerak. Kassada kassirlik qilish emas. Moliya bo'limida kirim, chiqim, qoldiq tovarlar, kirim, chiqim, qoldiq pullar nazorat qilinadi. Siz moliyani boshqarishingiz lozim. Ana endi 5-inchisi xodimlar masalasi. Xodimlarga real har biriga KPI'lar qo'yiladi. Ya'ni nima ish qilinishi addelni yozib beriladi. Yozishga qiynalsangiz muammo yo'q. Google'ga kirib, mana shu xodimning vazifasi desangiz, gruzchikki vazifasi, SMMchiki vazifasi, qanaqadir upakovщики vazifasi deb xohlagan lavozimni yozing. Direktorning vazifasi yoki zamnachalniki vazifasi, texnologning vazifasi chiqib keladi tayyor shablon. Bu shablonni olib o'zingizga переделка qilingda ishlating. Yoki ikkinchisi ChatGPT oling ishlating. Birga bir. Demak, bu sistema paydo bo'ladi. Sizning sistemangizda sizning ishtirokingizsiz xodimlar keladi, ketadi, vazifalarni bajaradi. Va 5-inchisi bu IT avtomatlashtirish. Mana shu joyi eng muhimi. Mana hozir men kompyuterimni ochadigan bo'lsam, xohlagan vaqtim men kompyuterimdan bemalol ko'rib o'tira olaman, imkoniyatim bor. Mana 6 ta ustun menda joylashgan. Ya'ni qancha mijoz keldi, qancha sotuv bo'ldi, qancha mahsulot ishlab chiqarildi, qancha pul tushdi menga, qancha xarajat bo'ldi, har birini men onlaynda ko'rib o'tiraman. Men biznesni boshqarish bilan shug'ullanaman. Men boshqarsamgina biznes rivojlanadi. Demak, sistema bo'lsagina rivojlanadi. Agar sistema yo'q bo'lsa, siz oilangizga, farzandingizga kerak bo'lsa to'y, ma'rakalarga vaqt ajrata olmaysiz. Biznesni biz o'zi vaqtimiz ko'proq ajralsin, ota-onamizga, farzandlarimizga, xalqimizga, qarindosh urug'imizga vaqtimiz ajralishi uchun qildik-ku. Siz bo'lsa erta-yu kech biznes ustida tursangiz, men shunaqa odamlarni bilaman, ular 8 soat emas, 16 soat biznesini ustida ishlaydi. Oxirgi marotaba qachon shanba bozor dam olganini bilmaydi. Biznesini ichiga kirib ketadi, qo'pol qilib aytsak, biznesni quliga aylanib qolyapmiz. Sistema qilsak, masala yopiladi. Telefon ham qilmaydi sizlarga hech kim, sistema hamma ishini biladi, kompyuter yoki noutbukdan hamma jarayonlarni ko'rib turasiz. Mana bu bizda sistema deyiladi. Hurmatli do'stlar, hurmatli biznesmenlar,
Biznesda tizim, ya'ni sistemani qo'yasiz, biznesingiz A nuqtadan B nuqtaga boradi. A nuqtangizda hozir bir oyda 10 ming dollar foyda bo'layotgan bo'lsa, sistemadan keyin 20 ming, 30 ming, 50 ming dollar bo'ladi. Hozir bitta do'koningiz bo'lsa, sistemadan keyin 2 ta, 5 ta, 10 ta qila olasiz. Demak, biznesda sistema suv va havodek zarur. Hurmatli do'stlar, o'z fikringizni mana shu video pastidagi kommentariyda qoldiring. Bir, ikkinchisi, imonni sistema bo'yicha har qanday savollaringizni yozing. Xudo xohlasa, har biringizni savollaringizni ko'rib chiqib, keyingi videolarda imonni mana shu aktual mavzularda yana video darsliklar tayyorlaymiz. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'linglar.